Yena! Yenajon! Ha! Bu bola yana bir falakatni boshladi-da. Yena, topgan narsamni qarang. Nima bu? Kecha G'afar akaning o'g'lini to'y bo'ldi, sinfdoshimmi? Короче, takkur kosmishimlarni bir xil qilib kiyib olib, zaksga bordik bolalar bilan. Ha, keyinchi? O'sha zaksda bor qizlarni lari bor ekan. Ularga borib yo'q gap otuvdik. Bunday qarasak, akalar turibdi-yu. Bizani shunday ushadida, urib ajag'imiz chiqarib tashatdi. Men senga 100% ishonaman. Faqat sen kaltak yegansan. Ha? Qayerdan bildingiz? Taxmin qildim. Alamimizda bor kechqurun shu to'yga borishimiz bilan molday ichdik-da. Ichding? Ichishdi. Sen ichmading-a? Men umrimda ichmaganman. Agar ichsam bor-ku, ana eng yaqin do'stim, mahallam boshidagi Rustam o'lib qolsin. Oyi, aka, ana o'rtog'ingiz Rustam boru, o'shani mashina urib ketibdi. Billa. Ozgina ichdim, oyi. Dadangning mashhur bir gapi bor-da. Hozir o'sha gap bilan seni so'ksam, o'zimni so'kib qo'ygan bo'laman. Xo'sh, keyinchi? Xullas, kecha to'ydan keyin qaytguncha yo'l chekasi meni ko'rib qoldim-da, oyi. Boshda e'tibor bermadim, bartekim chekka tushib ketdi. Boya yo'lda kelguncha chakib kelaversam, qarasam hali ham turibdi. Hali siz chakasizmi, toy bola? Toza havoga chiqib kelib qarasam, oyi, ichida mana shuncha tilla bor ekan. Danu! Biz sotaylik, mahallaning oldi opoqlaridan bo'lib yurasizlar ekan. Agar bu rostdan tilla chiqsa, sigaret chekkan tishlaringni urib sindirmayman. Agar tilla bo'lmasa, sigaret chekkan tishlaringni urib sindiraman. Alyo, Diamant tilla do'konimi? Ishqilib tilla bo'lsin-da. Eshitishimcha, klientlarni uyiga borib ham tilla sotib olar ekansizlar. Iloji bo'lsa kela olasizlarmi? Opa, mana ko'rib turganingizdek tarozimiz to'ppa-to'g'ri. Nima qilay, hisoblashni boshlayveraymi? Boshlang. Bugungi kurs bo'yicha hisoblab chiqdim. Toshlarga minus qilganimda o'sha umumiy narximiz 240 million bo'lyapti. Men sizlarga tekis 241 million qilib beraman. Ma'qulmi? Hisoblang. Onasini yemsin. Shuncha bo'lar ekanmi? Axir Diamond do'koni shahar bo'yicha eng qimmat narxda olib qoladi. O'g'lim, sen mahallaning eng oldi bachalaridansan. Oyijon, ko'rdingizmi? Ichishni ham ba'zida foydasi bor. Nima? Assalomu alaykum.